Tunsidaning kuchli talbi bilan bugun sizlarga qo'rqoq yontirib ishtaha ochqidek duya va yangyudan nayt o'xshaydigan bir xil so'g'oqsay qilish usulini o'rgatib qo'yay. Buning qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qitim ko'rsangiz chuqur o'g'ina alaysiz, hamsa gunish boshlaylik ketdi. Avval yangyuni pichoqda yoki qirg'ichda degandek, cho'ng kichikligini men mushalat qilib tayyor qilib olib, ondan sustiga suv quyib, ravrs yuvib, kraxmal tarkibini chiqarib yetamiz. Avval ko'proq miqdordagi duya va qizilloza palakni bo'lsa, suratdagidek men mushalatni to'g'ri olib, qozonga suv quyib, qaynagandan keyin orqadan yangyu selib, ustiga muvofiq miqdorda tuz va may purkitib, 3 minut atrofida qaynatib olib, süzib olib, ravrs sovuq suvda bir chayqab, suratdagidek men shunda qo'limiz orqali chang siqib, suv miqdorini pokis saqitamiz. Duyani bo'lsa, buni uzoq qaynatmaymiz, faqat bir qaynatib süzib olib olsak bo'ladi. Ondan bularni dasqa bir-birlab to'kib, tamtez qo'llardan muvofiq miqdorda tuz, oq shakar va ushshoq chanamagan samsoqni to'kib, qozonga alnurining tuvan besam, tuvan temperaturada ozuqlik miqdori saqlab qolingan ahvolda ishlab chiqarilgan tunji siqim 1-darajali qichmayda muvofiq miqdorda qo'yib, ravrs qizitib olib, samsoqni ustiga qo'yib, mizlik piroq chiqarib, 2 qo'shiq achchiq suv, 2 qo'shiq shangchu va oz miqdorda kunjutmayi, 2 qo'shiq oilda qilib olgan yog'lar silib, qo'limiz orqali ost ustini ravrs to'liq aralashtirib olgandan keyin araliqda navad yog' tursak, nayt az miqdorda vejin qachaysak, texim yeyishlik bo'ladi tuqqanlar. Aman shunday qilib bizning sovuq suyimiz tayyor bo'ldi. Ammo oxirida qo'llash yuzidan ekran qo'yish orqali yurakdan birini besib, pinglar rayniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanlar, qo'llarga rahmat.